Juda ham ko'p ayollar psixologga borishganda ularga nima deyishadi? Oilangni saqlab qolmoqchi bo'lsang o'zgargin yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingga yoqmoqchi bo'lsang o'zgargin, qaynotangga yoqmoqchi bo'lsang o'zgargin degan gaplarni gapiramiz. To'g'ri, bu to'g'ri gap, lekin sizlarga butunlay o'zgar deb aytilmayapti, ozgina me'yorida. Yetarli darajagacha o'zgara olamizku? Yo'q, biz butunlay o'zgarib ketyapmiz. Masalan, turmush o'rtog'imiz uchun o'zgarmoqchi bo'lsak, biz sochimizni kesamizmi yoki bo'lmasam qo'pol bo'yanib olamizmi yoki butun borligimizni beryapmizmi? Ularga ham bu darajada yoqmaydi. Ayol joyida turish kerak, erkak joyiga turish kerak. Bizga o'zgar deyildimi? Biz o'sha erkakka yoqaydigan darajagacha o'zgaraylik, qaynotamizga yoqaydigan darajagacha o'zgaraylik. Biz boshqa birovlar uchun borimizcha butun ichimizdagi hamma narsamizni o'zgartirib tashlashimiz bu noto'g'ri yo'l.